Yo sanam papanam hormiylar. Sizlar bilan o'sha The Rocks YouTube kanali. O'sha bugungi o'yinimizda bizani pik tanlashning ikkinchi qismi bo'ladi. Birinchi qismini ko'rdim. Yaxshi ahvolga oldik. Ikkinchi qismini nasib bo'lsa bundan ham ko'p yig'ishga harakat qilamiz. Xo'sh, birinchi boshlashimiz o'zidan birinchi 3 ta bayson oldim. Volt, Mac, MS, Amber shu. Boshlaymiz. Cho'z o'tirmaymiz. Buni o'tgan qismni ko'rdinglar, juda boshqacha, tushunarsiz piklar qildik. Endi biz bu yaxshiroq bo'lishiga umid qilamiz. No serious. Guys. Ready for a flame war. Wow, so much heat. Katta da o'ynayman. Kelgan menimcha, ilk kelmagan. Yaxshi yutdik. Bir haftada olib ketib qoldik. Xo'sh, keyingi o'yinda u Seriusga masofani saqlab o'ynashimiz kerak. Aytdim. Men Seriusga olishdi. O'zi boshqa niyat shu bo'lgan. Birinchi bor chempionatga o'ynamiz bo'lsa. Shu tursiy bizga o'zimizga qiyin bo'ladi. Nu yaxshi birinchi o'rinni o'zini olib ketyapmiz. Yaxshi, yugurdik. Birinchi o'rin bizda. Uchinchi asab xonamizda Skuk, Serious Gas, Kafni xullas tushunarsiz. Anchadan beri o video uchun YouTube kanalida nu demek kerak edi 2000 da yaqin yaxshi bizda Serious olishimiz kerak. Skuk. Skukni boshlaymiz. Gazni boshlab turamiz. Bir davolamiz. Nu du yutaveramiz, yutsik qo'yaveramiz, endi yutib qolsak. Farqi yo'q. Nu kichkina yaxshi roman yapti. Nu ketdik. Mana o'sha ikkinchi pikimizda. Keyin oxirida yozib qoldirasizlar, qaysi pik eng yaxshisi bo'ldi va qaysi birda zo'r o'ynadik. Shuni qoldirishdi. Keyingi o'rinlar nima bo'lsin? Sizlar qilamiz, вообще gap yo'q. Zo'r. Buni temi kuchliroq bo'lishi mumkin, chunki menda bir bor, bittasi 9, bittasi 11 bor deb aytdim. Mana bittaga tutib qo'yadi. Buni Seriusdan olmayman, chunki Piper'dan memakam kuchli. Memlarni hech qachon olmayman. Aytdim, kemasidan oldim. Vaqtdagi mani. Nega menga tegdi? Nafar buni yutqaz qo'ydim. Xo'sh, ko'rdinglar, yutqazib qo'ydik. U juda katta darajada ekan u kishi. O'sha orada uzilib qoldi, uzr. Piper, Cat va Purse. Piper, Cat, Piper. Shu Piper'da qanday o'ynashadi umuman bilmayman. Piper'da o'ynaydiganlar bo'lsa, kommentga yozib ketadi. Piper'da zo'r o'ynaydiganlar bo'lsa, Friends'ga qo'shamiz, o'ynaymiz. Hozir o'rgatishadi ham Piper uchun farqi yo'q. Qancha zo'r o'ynashadi, shuncha yaxshi. Piper'da uzoqda kontrol qilolmayman umuman. Yaqindagi Vice bo'lsa, mana naqsh uchun qolib qo'ymaslik mumkin. O'rin almashtirsam qanday bo'lardi? Nu все, Piper yutqazsak, keyin olib ketamiz. Bu o'zani uchun ikkinchi pikimizda. Uchinchi pik. Griff Impulse. 2008 jon bilan nima qilamiz, ko'ramiz sizlar. 1 2 3 tegdi. Nima bo'ldi? Yaxshi. 22 jon oldi. Naprichim katta olib ketishimiz ham mumkin va passivkalarimiz hammasi musor turibdi.
1 2 3 yaxshi. Yaxshi birda oldik va unda endi grif bor. Grif hafsha qiynaydi bizani. Men xato tasdiqlanman, eslatmaslarda aytib qo'ysanglar. Boshqa sanlar bilan. Trolling qilamiz, trolling. Saklaymiz. Orqasi o'tamiz. Orqasiga. Yaxshi ko'rdinglar. O'ltasi ulgurmay qoldi. Ket bilan olib ketamiz chat oxirigacha. Mana yeti Zyrox deydi. Mo'ljallanmading yo'q. O'sha sakrasan bu. Birinchi marta. Ko'pikka yetdik. Norm yaxshi. O'zim hayron qoldim. Xo'sh. Oyt bu hisob qoldim. Yaxshi, lekin yutolmayman deb o'yladim, chunki grif o'zidan qiynadi. Birga birinchi bo'lib grifni olamiz. Grif bir bilan bizga o'lta to'ldirib beradi. Mana grif. First joynidim, ko'tarib ketgan. Men aytdim, ko'tarib ketgan, juda baland. Faqat bitta shekillar almashtirib ekanmiz. Grif oyt bilan. Normal lekin yutib ketganimiz qoyil. Hammasi joyiga turibdi. Bu yerda ko'rsatni ham aytdim. Ketdik. Bu videoni ancha kutib map yangilanishini, shu do'st, xullas birga bir o'ynaydigan zona kelishini kutgandim va keldi ham. O'sha maqsaddan birda foydalanamiz. Bu yaxshi, Frankdan biz o'lta sifatida to'ldirib olamiz. Bizga bular narsasi kerak emas. Faqat coach qo'shib bosh og'riq bo'lardi. Qaytmaymiz, atakan beraveramiz, qo'rqmasdan. Bizaniki tanklarga qarshi ishlaydigan bayis. Qo'rqmaymiz umuman. Bir hafta, 112 hafta. İçinde shunaqangi so'qyapti hozir meni. Bu men krowda hozir yaman bosh og'ritadi. Sakrasa bo'ladi biz ustimizga. Biz Gipper Ultra'ga oldik, bemalol ketsa bo'ladi. Bu zo'rini olib ketsin. Bizda bo'ldi ataka bo'ldi, bizda. Biz chiqamiz bo'ldi, oldiga chiqib oldik, tamom. Yo'q, yetdik. Ko'rdinglar, zo'r pikdan oldik. 6+, 4+ oldi. Keyin Frank Bull Crow. Crush. Men uchun crush. Lekin yani video uchun o'yinlarimga yoqadi, lekin oxirida qolib ketadigan o'yinlar bo'lsa qiyin. Crow'ni o'rtaga olamiz. Crush o'rtaga olib qo'ysak, birjon biz atakan to'ldirib tortib beradi ikkinchi baysimdan. Chunki bir 2 manda kim edi? Kim? Bu ikkita bu almashtiramiz. Buni boshida olamiz. Oxirida Frankni olamiz. Va endi almashtirib ketdik, uzr. Xo'sh, mana bizani pikimizda tayyor. 3 taligimizda. Qani boshladik. To'xtaydigan skin normal. Ketdik. Lekin hayron qoldim bu olgan albatta. O'ldi birinchi oxirida qo'yish kerak deyli. 2da qo'yish kerak. Uni biroq tushdi. Darajasini qarab aytishim mumkin. Bu normal deb. Bizani qiynaydi hozir. Chunki bizani katta bays qimirlatishni o'zi bir. Uni bo'yi qotot tegadi bizga. Uchun to'xtamasdan borishimiz kerak. Aytdim qiynaydi bizani. Qancha vaqt chekilsa shuncha tezlik qo'yadi. Normal, birinchi shotda olsin. Ikkinchi shotda bizda Crow bor. Bu atakasini ishga tashlamoqchi bo'lsa, biz nafaqat qochamiz. Tegdi. O'lta yig'amiz, o'lta. Ikkinchi o'ltani olamiz. Yaxshi oldik. Birinchi gol bitti menimcha. Jon tezlashimda kelibdi.
Ben bilmeye tegmedi tushunmadim. Qanaqasiga? Ya, bunaqasi ketmaydi. Bu qanaqasi tegmadi tushunmadim. Yo, o'xshash keldi, nimaga tegmadi? Sakrashidan oldin otdim. Bu hozir ustimizdan kulyapti. Bitta nimasi bilan olib ketib qolmoqchi. Ukam, salgin o'zingga bo'l. Hozir juda mazani qochyapman. Nayni yutqazdi, yaxshi zo'r, sizdan zo'ri yo'q. Biz lekin krobini olib ketishimiz kerak edi. O'tliga o'xshab qolib ketdik, bo'lsa. 1 2 3. Avvalo yig'ib oldik, o'zimizdan baysimizdan просто pastlikdan almashtirib oldik. Chunki yaqindan kelgan bayslarga qiynalamiz. Boshladik. Lekin voy kutmagandim. Nafar uchun krobini olib ketish kerak edi bizga. Crash. Yani nechesine bo'ldi, nechesine javob beraman. Nechesine bo'ldi, bravo pasi bor, bravo pas plusi bor. Bular bravo pas o'zi bor, shu uchun bo'lmadi, to'g'ri. Nima tegmadi? Rozi emasman shu o'rinda. Mana nihoyat biroqman to'g'ri. Mana shunaqa bo'ldani. Bu nimani kelib qolmasligi uchun atayin olganman mana shu pasivkani, gadjetni. Mo'ljallashimga mana bermaysizlar. O'lta yeyapti o'ziga. Voldisi momentu qalbga qoldi o'ltani, chunki ishlatmadi. Yurt qashim bo'lib turishadi. Yedek qalb bilan bizani olmoqchi. Okey, adashdik. Okey, yaxshi, ko'rdingiz, tavakkal otdim, tegdi. Mana yaxshi o'ynab qo'ydim, просто keyingi odamlarimizni shu uchalasi. 1 2 3. Mana avvalo yetib keldik. Bizdan 3 ta pikimizni boyak o'yinda yutdik. Viteta shot 3-2 shot. Buni yo'q oxirida tekshiramiz. Ikkinchi qism. Nima lekin yaxshi ketyapti. Unda qolgan o'yindan ko'ra yaxshiroq. Buni bu birinchi qolibdan ekan, keyin rekan olgan ekan. Biz qolib 2 o'ynaymiz. Shu skindan to'lib ketdi lekin. Men juda yoqtirardim. Shuni oldim chunki to'rtamda bo'lardi. Buni bermas kerak. Atakatli. Zo'rlashimiz kerak bu atakni. Buni to'ldiradigan olsak. Oh, honey, I wish you were me. Yaxshi olamiz. Ko'rdingizmi mana qol juda zo'rda, oxirida yig'ib qo'ygan narsalar bo'ladi, любой paytda. Avtotaka qilamiz. Avtotaka bo'lmasa ham o'zimizga ishlataveramiz. Nu yaxshi bo'lmadik, qolgacha bormaymiz. Rikashetni o'ziga yana qiynalmasak. Oh, honey, Rikashetni o'qiyni elik uchadi. Javob beraman, to'g'ri urishiga. Uni o'zim ahvolga qoldim. Yaxshi, va telefonda bo'lsam chotga borardi. Nimaga menga uni ko'rinmayapti? Nima kichik kart joydan olyapti? No way, bo'lishi mumkin emas. Tik. Tegdi ekan. Like'ing uchun rahmat, hozir ko'rasan. Yaqinroq kelib shuni o'zim turganman. Buni ko'paytiramiz, ko'p berib o'rtaga olib o'ziga. Joy to'ldirib. Unikini to'ldirib olsa. To'g'ri ketamiz. Adashtiramiz, to'g'ri ketib. Nima, chunki oxirida baysim qolmaganida Mahmudga olasizlar bo'ldi. Endi men noqutganimni. O'sha bizda bitta ikkita baysamlashadi. Hozir buni ham test qilamiz.
Xo'sh, mana bo'ldi oldik. Bu yoki bizani yutib qo'ygan pikni. Biz faqat birinchi o'yinda rikoshetni olamiz. Rikoshetni turist bo'lganligi bilmadim. Menda hech qaysidan nosi yo'q. Shuning uchun juda o'ynamayman bu bilan. Oldin zo'r ichidi, oldin nafar rikoshet edi bu. Keyin Buffy qo'shildi, ko'rsatsa oddiy holatda tushib ketib qoldi, juda pastga. Buffy olsangiz nafar oldingiga tortib berardi. Buni regabit qilishga yaxshi bilasizlar. Ikkinchi assassin. Bizda assassinimiz yo'q, faqat uzoqdan kontrol qildik. Bo'lmasa yutqazamiz. Buni yaxshi o'ynaykin kendiga. Kechish ulgurmadi. Yaxshi joyimizdan oldi. O'ldan shuni yutib ketib qoldi. Yo'q. Qoyil lekin. Ulta qilmagan ishni bizdan noshcha berdi lekin. Oddiygina. Sindirur. Buni endi ko'p jo'namiz. Juda tushunarsiz. Shu bilan buni o'ynamaganman. Boshqarayotgan paytda yo'lga qarab Ahmad Yurotbilan ahamiyat berish ham shart emas, endi yutqazish o'zi. No zo'r. Nega bizga o'lta bermadi? O'ltamiz bor edi. Oldik uni. No musor. Qarasana oxirga short bermagandi. Bo'lmagan narsa-da. Oxirga short bermayapti bu tarafdan. Umuman bak ko'rdim, tepada ko'rdim. Musur-da, men kelib qolgan payt kaltagina bo'lib qoldi o'ltani atakasi. Shu oxirgi kelimamizni olamiz, shu kenji ili shu oxirgi pikni olamiz, tugatamiz. Bir nasratga qilishim kerak, ili telefonda video olishni boshlashim kerak. Xo'sh, mana o'zimizning legendarniy pikimizni oldik. Ko'rishingiz mumkin, juda prestige turlarimiz. Prestige 2 menimcha, ikkilarimizdan ikkita, 1 darajali o'ronimizdan esa bitta. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yutqazish uchun ketdik. Lekin enemy sal balandroq bo'lishga darajasi bizanikidan qaraganda, baland. Ko'rib olgan bo'lsa kerak, tushun 100 bilan bitta o'qiga bormaydi. Shunda ham yutib qo'ysak agar ko'p orzu qildim. O'zi oldimga kelganda jonim o'z bir xafa qoldi. Kenjida olsam oldim, bo'lmasa bay. Chunki kechdan oldi. Qanaqasiga bilmadim. Telefonda lekin men bu raqamdan 80 tasini bittaga olaman. Bus musor. Hozir 8 yildan desam qochib ketadi. Короче, xullas. Niyani gap yo'q sizga. Sizdan zo'r yo'q. Men pikimizda tugadi bo'ldi. Mana sanab chiqamiz sirab necha marta eng zo'r g'alaba qilganlarimizni. Boshqa 3 marta yutqazamiz, yaxshi. Niyani gap bo'lish mumkin emas. O'zi boshlanganda mana 1 bitta yutganimizda, bitta yutqazganimizda, ikkita yutganimizda, 3ta yutganimizda, 2ta yutqazganimizda, 4ta yutganimizda, bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta. Bu esa 1 2 3 4. 4 ga 5. Har doimgidek yutqazishlar soni ko'proq, yutishlar soni kamroq. Plus -10 ko'p keladi bizga. Menimcha shunday.
Xullas, bugungi video yoqdi degan umiddaman, chunki yaxshi piklar bo'lmadi. Umuman yaqinda o'ynaydigan zon emas edi. Uchun tushungan bo'lsa-da, sizlarga katta rahmat. Sizlar bilan Xerox bo'ldi. Obunani bosish, kanalga o'zlaringizni qarindoshlari, kim bo'lsa ham qo'shish esdan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.